Assalomu alaykum azizlar. Zo'r lokatsiyadan 2 xonali kvartiramiz sotuvda. Manzilimiz Shodlikda, masjid yonginasida joylashgan. Xo'p, 2 xonadan iborat uyimiz sotuvda, ko'rishlaringiz mumkin. Remontlari juda ham yaxshi holatda, yashash uchun tayyor. Bu veranda, balkonimiz. Xo'p, isitish moslamalari bor. Ko'rib turganlaringdek, yana qo'shimcha shkaf ham qilib qo'yibdi. Mana shu oynasi bo'ladi, oynani olib, yangicha dizayn qilib o'zgartirishlar kiritib qo'ygan. Remontlari juda ham yaxshi holatda, yashash uchun tayyor. Hech qanaqa ortiqcha rasxod yo'q. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham полный kafel bo'lgan, juda ham sifatli kafellarda gaz-batda hech qanaqa muammo yo'q. Doim zo'r yonadi. Issiq suv, sovuq suvdan muammo yo'q. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Bu spalnik qismi. Spalnikimizni rostini aytsam, aboylarni bir qator tushgan joylarini yopishtirib yoki yangilab o'rasizmi? Eng zo'ri narxida. Xo'p, uyimizning narxi $19,500 deyishyapti. Telefon nomerlarini opsiyada qoldiraman. Rostini aytsam, batlarda faqat kundan kunga narxi ko'tarilyapti. Bizga pul zarurligi uchun $19,500 beraveraman deb egalari aytishyapti. Xo'p, telefon nomerlarini opsiyada qoldiraman. Bemalol telefon qilib, qo'shimcha ma'lumot olishlaring mumkin. Xo'p, do'stlar, sog' bo'lasizlar.